Sizlarga salom, sizlar bilan bugun yana kiriychi bolalar. Faqat Dream'ni skinida, chunki Dream'ni yoqtiraman-da, fanatiman. No, короче, bugungi video tog'da yuqurdimda 4-qismi bo'ladi. Bugungi videoda ancha ish qilib beramiz. O'zim men videoni boshladim. Xo'sh, do'stlar, mana bugun o'zimman o'tag'im qo'shilishi mumkin o'yinda yaramada. Hozir nima qilamiz desalaring, biroz qatyapti, uzr. Bugun hozir nima qilishimizni ko'rsataman. Chaq. Uyga kiramiz. Xo'sh, qaychi bor ekan, olamiz. Keyin toshni qo'shamiz o'zimizga. Bunday qilib, keyin buni makka olib beramiz. Xo'sh, bolalar, endi bunday qilib chiqamiz. Qayerdan uzoqroqdan, mana bashaqdan. Jicha nima deydi, короче, mana daraxtni bakidan bunday olib kelamiz. Voy, qatidi. Do'stlar, o'rtog'imni qo'shdim. Hozir uni chaqiramiz uydan. Chiq uydan, Jigarello. Mandrin bu daqoavish. Mayaqqa, Davay. O'tgan qismdagi do'stim ashashi. Endi baqa chiqamiz. Xo'sh. Qatishlar uchun uzr. Bu rekorddir deb. Voy. Mashaqqa zina qilib qo'ymagan ekanman eskina. Onasini endi. Xo'sh, hozir deb chiqib ketaman. Chiq jiga. Hozir quyaman oldinga. Chiq. Nariyoqqa chiqish kerak. Mana chiqaman-da. O'rtog'im oldin Minecraft o'ynamagan, shuning uchun shuna bo'lyapti. Sal настроение yo'q, keyin tomog'im jicha kiradigan joyga kirib ketib qoldi. Onasini endi mana shu qaychi singin jo'r qilaman. Davay, ana. Endi yig'ishtirib olsam. Buni sen qo'yadingmi jiga? Yo'q. Bundan ham qo'yibdi. Men beraman, ketdik. Ketdi. Mana olasanmi? To'xtab tursan tushmaydi jiga. Men hozir bitta ish qilaman. Obunachilar water dropni itini ko'rasizlar. Keyin seni ham tayinga suv quyib turaman-da jigar. Voy, ko'rdilaringmi? Prosta olishga ulgurmay qoldim, xolos. Sakra suvga. Ana, texnologiya. Ketdi. Xo'sh, kechqurun tushib qoldi do'stlar. Xo'sh, obunachilarni aytib tushdi.
Bolalar endi o'ttag'imga kirka beramiz. Mana jigar. Ol. Rahmat. Bo'ldimi? Ketdi. O'sam dekoratsiya beramiz. Tog'da uyimizga. Prosta turibdi-da aytdi. Ash prosta turmasin deb boryapmiz biz. Hozir qatishlar bo'layotgan bo'lsa, men bor uzr voy yana qatyapti. Chaq, chaq, chaq. Shaq, shaq, shaq. Buni ham bitta obunachimiz so'ragan ekan. 4-qismini chiqaring deb, boshqa chiqarmoqchi bas edim. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa chiqaraman bolalar. Xo'sh, ana. Ikkinchi do'stlar menga ChatGPT ham challenge bergan. Bu YouTube kanalim borligini biladi, birga yozishamiz. Lekin ashi gap ketib qoldi. Challenge berdim senga. Bajarsang bajar. Короче, keyingi videoda xullas 0 dan yangi survival zonada kuchayamiz. Keyin qizil qala topishimiz kerak nezirda. Shu bo'ldi challenge. Oddiy kudishlari mumkin, lekin bu men o'ynayotgan versiyada topish ancha qiyin. Hozirgi yangi versiyalarga qaraganda. Shuning uchun qiynalsam kerak deb o'ylayapman. Nezarga kirib olishga oson, ichida uni topib aylanib yurish qiyin-da bile. Hammasini qilyapmiz do'stlar. Xo'sh, endi Maqqa o'tib ketdim. Buni olsak ham bo'laveradi. Iplosdi. Bay bo'ldi. Voy, o'xshamadi. Bayga qaranglar. Qo'limda suvim turibdi, lekin hava suv. Endi bayaqqa qilamiz. To'g'ri, do'stingiz yordam bermayapti deyishlari mumkin, lekin baribir videoga olib kirdim do'stim. Ana. Короче, jigar bitdi-yu endi. Bunda nechta like bersin? Voy, o'tirib qoldi. Buncha mehnatga nechta like bersin? 10 ta yozsin. 10 ta bo'ldi. Obunachilarim qo'ldan keladi bolalar. Keyingi qism uchun yoki ashi Fortress topishimiz uchun 10 ta like. Bolalar 10 ta xolos. Bomba anakonda takonda qilib bersalar ham aktivdi. Mana shu do'stim ikkovimiz olamiz. Ashin zo'r bo'ladi, chotki bo'ladi bolalar. Sizlar bilan klik va do'stim bo'ldi. Bugungi videomiz tugadi. Hammalaringga xayr.